qadriyat bilan ta'limni birlashtirdik deganda nimani nazarda tutib aytasiz? Aynan qanaqa? Qara deydi, mana buni yo'l 8 olibdi deydi. Sen qachon aylansa olasan deydi, misol uchun. U bola boradida, ya'ni ota-onasini rozi qilish uchun aylansa qo'ydi. Ota-onalar afsuski o'zi e'tibor qaratmaydi. Ular o'ylaydiki, farzandni shunday tashlasam, pulni bersam, kursga qo'ysam, Misol uchun ota-onalarni o'zi bilan gaplashasizlarmi? biz qadriyati haqida gapiramiz, ota-ona qat'iy qaragan. Men tushunaman, siz mani oldimga farzandingizni olib kelib aytishingiz mumkin. Farzandi ana esimdan chiqdi. Suyak bizdan, go'sht sizdan. Ingliz tilini bilishligingiz bu sizni hayotingizdagi katta muvaffaqiyatingiz emas. Haqiqiy muvaffaqiyat odam o'zini anglashligi. Bundan o'zi maqsad nima edi? Nimaga Oxford nomini o'zgartirish? Biz boshida qilgan paytimiz birontamizni maqsadimiz IELTS instruktor bo'lish emas edi. Bizning asosiy maqsadimiz, xohishimiz institutga kirgandan keyin o'zimiz yo'nalishimiz bo'yicha mutaxassis bo'lib ketish. O'sha long termda u ham IELTS olib, ingliz tilini o'rganib, bemalol gaplasha oladigan darajaga chiqmoqchi. Boshida nimalarga e'tibor berish kerak, qanaqa maqsad qo'yish kerak? Keyin men muammolar aniqladim, aytdim, muammolar mana shunaqa yechimlar bor, uydagilar bilan gaplashish kerak, uydagilar bilan gaplashish kerak deganimda bola full shutdown bo'lib qoldi. Tamom. O'zimizni birinchi anglamasak, ya'ni o'zligimizni anglamasak, biz til o'rganganimiz befoyda. Assalomu alaykum. Education Center YouTube kanali kuzatuvchilari, doimiy bizani ingliz tili o'rganish yo'lida, IELTS topshirishga, IELTS tayyorlanish yo'lida kuzatayotgan obunachilarimiz, bugun EduTalks ko'rsatuvimizni yana bitta sonida ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugun yana bir o'zgacha sonimiz, chunki bizda o'zgacha bo'lgan mehmonlarimiz bor va mavzuyimiz ham bugun shu vaqtgacha olingan ko'rsatuvlarimizda takrorlanmagan mavzulardan biri, ya'ni tilni, ya'ni ingliz tilini hozirgi kunda dolzarb bo'lib turgan ingliz tilini o'rganishda qadriyat o'rni. Mehmonlarimiz Buxoroda shu vaqt yaqin-yaqingacha Oxford o'quv markazini asoschisi, rahbari bo'lib yurib ketgan va hozirda rebranding qilib o'quv markazi nomini o'zgartirib, yangi nom bilan faoliyat yuritayotgan Xudoyor aka Ergashev va ko'pchilik taniydigan dastlabki naynerlardan bo'lgan Jahongir aka Isomiddinov. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Endi bugungi mavzuyimizni boshlanishini shu hozir aytganimdek mana Almaz deb rebranding qildinglar. O'zi men endi ko'rganim bo'yicha, mana hozir kuzatuvchilarga ham aytsak, agar bilmaganlar bo'lsa, siz birinchi Almaz deb o'zingiz o'quv markazi, Buxoroga qaytgan o'zingiz o'quv markazingizni ochdingiz. Keyin ma'lum bir vaqtdan keyin Xudoyor aka bilan birga bo'lib rebranding qilib birlashtirib hozir bitta o'quv markazida birgalikda ishlab kelyapsizlar. Bundan o'zi maqsad nima edi? Nimaga Oxford nomini o'zgartirish? Keyin endi bu yog'iga rejalar qanaqa, nima? Endi men o'zim ko'rdim, masshtab deyildi, boshqa qilindi. Ozgina chuqurroq kirib bir ma'lumot olsak qanaqa bo'ladi? Endi bizada initiator birinchi bo'lib kelib taklif qilgan bu Xudoyor bo'ldi. Xudoyor keldi, birga birlashaylik, birga harakat qilaylik, chunki men birinchi Telegram storyamda tashlagan videomda aytganman, shu har bittamizni juda kuchli tomon bor. Juda kuchli tomon bor. O'rtog'im juda tadbirkor sifatida juda rivojlangan, har taraflama. Menda u qobiliyatlar, u xislatlar menimcha yo'q. Menimcha men tabiatimga xos emasda, odamlar bilan kelishib, narxni kelishish, arenda, bu qismida juda bir sal bo'lsa ham odam nima bo'lishi kerak? Vahshiy, qattiq bo'lishi kerakda, qizg'anishi kerak. Men unaqa emasman. Oddiy misol, boshida men joyimni arendaga olgan paytda birinchi offline markazimga o'ta ko'p xato qilganman. Chunki arendodatelь xuddi o'zimdek faqat yaxshilik qilishni xohlaydi deb yurganman. Juda ko'p bir xatolar qilganman, soddalik qilganman. Lekin men bilaman Xudoyor o'zi kelib men bilan maslahatlashganda, men u bilan maslahatlashganimda u aytgandi, shu yerda xato qiling, bu yerda xato qiling, bu yerda xato qiling. Keyin bilsam, haqiqatan bu xatolar qilindi. Lekin Xudoyor buni oldindan bilgan, men esa xato qilgandan keyin bildim. O'sha uchun menga kelib taklif berganda juda xursand bo'lganman, chunki aytganda bir-birimizni hozir ma'nini teaching bilan marketing tomonidan bo'lsam, Xudoyor bizda o'sha tadbirkorlik qismidan juda boshqaruv qismidan juda ko'p ma'ni kamchiliklarni to'ldiradi. Meni fikrimcha bu asosiy eng katta menga nima edi? Sabab bo'lgan. Tushunarli. Sizda maqsad o'zi? Bizda maqsad o'zi, assalomu alaykum hammaga. Bizda maqsad, ya'ni rebranding qilishlikdan asosiy maqsad, chunki bizning brendimiz, ya'ni ko'payib ketganligi. Misol uchun biz patentlashga ham topshirib ko'rganimizda Oxford brendini patentlab bo'lmaydi. Chunki nima uchun? Angliyadagi katta bir shahar nomi. Shunga patentlab bo'lmaydi. Keyinchalik biz
ya'ni o'zi bilan ham suhbatlashganimizda boshqa bir davlatlarga ham chiqib faoliyat yuritish niyatimiz bor. Shuning uchun ham biza Oxford brendini ya'ni rebrending qilishga qaror qilganmiz. Buxoroni o'zida ham ko'radigan bo'lsangiz, ko'pchilik telefon qilib so'raydi. Aka, biza markazga keldik, qayerdasiz? Men markazda turibman deyman. Yo'q, biza bu qismdagi markazda men aytdimki, bizning markazimiz faqat bitta Gorgazda joylashgan. Biza shu yoqda biza. Keyin shunaqa muammolar ko'paygandan keyin o'quvchilar tarqoq, qarayapmiz Oxfordlar ko'payib ketyapti. Shu uchun ham oldikda sekin rebrending qilishga qaror qildik. Rebrendingdan o'zi asosiy maqsad, ya'ni videoda ham aytib o'tganmiz, ya'ni ko'proq auditoriyaga yetib borish. Ya'ni bizadagi asosiy maqsad Jahongirda metodlar qanday qilib, misol uchun odam o'zi olgan 9 ni boshqa kishiga ham bemalol o'qitib bilishligi mumkin. Ya'ni qanaqa yo'ldan yurilsa agar shunaqa natija qilsa bo'ladi. Biza oldikda qadriyat bilan ta'limni birlashtirdik. Shunaqa yo'nalishda kattaroq masshtabli o'quvchilarga yordam berishni maqsad qilganmiz. Qadriyat bilan ta'limni birlashtirdik deganda nimani nazarda tutib aytasiz? Aynan qanaqa? Misol uchun aytaylik, ingliz tilini o'rganishda ham o'zini qadriyatlari bo'lishi kerak. Misol uchun odam o'zini birinchi anglamay turib ingliz tilini o'rganishligi qiyin. Ya'ni men bunaqa fikrlarni shu o'rtog'im Jahongirga bergandan keyin ham qarayapmiz, ikkalamizning ham fikrimiz bir joydan chiqyapti. Ya'ni haqiqatan ham biz yordam bermoqchimiz. Qadriyat deganda, chunki ko'plab bolalarni o'qitganmiz yoki boshqa o'quv markazlarida o'qigan bolalarni ko'rganmiz, chetga ketadi-da, shu bilan qolishni niyat qilib ketadi-da. Biz aytamizki, yo'q, siz chetga keting, mayli, sizni hech qanaqa to'siqlaringiz bo'lmasin, lekin ketganingizdan keyin u yoqdagi ko'nikmalarni olib keling-da, o'zingizning yurtingizga ko'proq xizmat qilishga harakat qiling. Biz xuddi shu ruh ostida har bitta o'quvchini tarbiyalab, misol uchun chetga o'qimoqchimi, o'zimizda o'qimoqchimi, ya'ni unga qanaqadir patriotizm feeling deydi-ku, xuddi shunaqa his-tuyg'uni berib, ya'ni o'qitmoqchimiz. Shuni maqsad qilgan holda biz rebrending qildik. O'zi nima maqsadda hozir ko'pchilik ingliz tilini o'rganadi? Rosa ommalashib ketdi. Mana hozir podkastdan oldin tepada gaplashdik. Ingliz tiliga aynan O'zbekistonda juda ko'p e'tibor berilyapti. Ya'ni IELTS sertifikati, sertifikatlar ham hozir juda ko'p til bilish sertifikatlar hozir. Lekin IELTS eng mashhurlaridan biri desak to'g'riroq bo'ladi. Nima sabab bo'lyapti o'zi hozir ingliz tilini o'rganishga? Va bu yoqda o'sha sizlar aytgandek ingliz tilini o'rganishda o'sha o'zini anglash kerak, maqsad bo'lishi kerak deyildi. Qanaqa maqsad bo'lishi kerak? Endi biza hozir qanaqa maqsad bo'lishi kerakdan oldin o'zi qanaqa maqsad qo'yilganini aytishimiz kerak, chunki bitta buni oldingi epizodlarda ham aytgandirlar ko'pchilik. IELTS sal nimaga o'xshab qoldi, chista bir meni fikrimcha bu yaxshimi yomonmi bunday deyish bir kasallikka aylanib qoldi. Chista IELTS uchun topshirish tamom. Ya'ni maqsad avval IELTS topshirgandan keyin men Westminsterga kiraman, Westminsterga kirganimdan keyin work and travel qilaman. Work and travel qilganimdan keyin tam Westminsterda tajriba olib, yana keyinchalik qaysidir finansiy institutgami yoki boshqa yo'nalishda ketib o'zimni ustida ishlab rivojlanaman. Chunki biza ana Alisher Muhammadovni bilasiz, Millennium Jo'rayev ustozni bilasiz. Biza boshida qilgan paytimiz birontamizning maqsadimiz IELTS instruktor bo'lish emas edi. Bizning asosiy maqsadimiz, xohishimiz institutga kirgandan keyin o'zimizning yo'nalishimiz bo'yicha mutaxassis bo'lib ketish. Da keyinchalik o'zimizni tanib, bilib oldik. Shu haqiqatan bizda teachingda xohish, qobiliyat, hamma kerakli xislatlar bor. O'sha shu meni fikrimcha biz shu yo'nalishda davom ettirdik. Lekin men juda ko'p bolani ko'rib turibman hozir. IELTS bilan shunchaki maqsadi keyinchalik IELTS instruktor bo'lish. Tamom. That's it. Ya'ni bu tugamas siklni davom ettirish. Nima uchun o'qiyapsan? IELTS instruktor bo'lmoqchiman. IELTS instruktor bo'lgandan keyin dars berishadi. Studentlar savol berishadi. Nima uchun o'qiyapsan? Chunki IELTS instruktor bo'lmoqchiman. Shuni qaytama-qayta juda ko'pchilik nima qaytyapti? Bir bizdan bumerangga o'xshab qolganda. Da, qaytama-qayta IELTS o'qish, IELTS topshirish, 7 olish, 7 nima uchun olmoqchisan desam, chunki endi haqiqatan bo'lgan narsa. Men avval bu prosta bir noto'g'ri tushuncha, balkim yolg'on deb hisoblaganman. Oldiga kelib bir ikkita studentimdan so'raganman, nima uchun 7 olmoqchisan? Chunki oyim xohlagan, chunki adam xohlagan, chunki endi eng qizig'i meni jiyanim olgan, meni akam 7 olganlar, mana 7,5, 8, 9 olishim kerak. Xuddi shunaqa. Men aytaman, zachем? Chunki 99% universitetlar o'zim tajribamdan kelib chiqib, tanishlarim, studentlarim 6, 7 va 8 bilan hamma bolalar bilan ham grant olib bilgan, grantsiz ham o'qigan, kontrakt ham to'lagan, farqi yo'q. Chunki IELTSdan tashqari juda ko'p bir kerakli dokumentlar borda, shu IELTS deysiz, IELTSdan keyin SAT, SATdan keyin GMAT bo'lishi mumkin
va hokazo testlar topshirsa bo'ladi. Portfoliosi. Portfolio uchun-da. Bolalar faqatgina fokusni shu IELTSga. Chunki IELTS o'qish oson, chunki IELTSda 7 degan narsa bor va 7 olib bo'lsam, boshqalardan status olaman, reputatsiya olaman, mani hamma hurmat qilish boshlaydi, lekin hurmat qilish va status u bir oy, balkim 2 oy davom etishi mumkin-da. Odamlar ana 7 olibsan, 8 olibsan, gap yo'q, zo'rsan deyishi mumkin, lekin keyinchalik o'qishga kirishing kerak u. Так что men uchun afsuski bu hozir qanaqadir noto'g'ri yondashuvda qilinadigan narsa juda ko'p holatlarda, chunki bizada asosiy men Toshkentda dars bergan paytim Thompson maktabida 90% studentlar qizlar edi. 90% studentlar qizlar bo'lsa, o'sha 90% ichidan 90% nimadan edi? Usul. Hammasi ustoz bo'lmoqchi. Aytaman, bo'ldi ustoz bo'lmoqchisan, ko'nikmalarni ko'rib chiqish kerak. Ko'nikmalarda aytaylik, yaxshi dars beradigan ustoz sabrli bo'lishi kerak-da. Shaxsiyat tushunib bilish kerak. O'z ustida ishlash kerak. Bironta bunaqa xislat yo'q ularda. Faqat make-up, faqat mazza qilib Instagramga stories qo'yish, ko'chada yurish, Pinterest rasmlarni joylash Instagramga va Telegramga. Lekin ustoz sifatida rivojlanish 0. Lekin IELTSdan 8-9 olmoqchilar. Demak, birinchi savolga nimaga hozir ko'p ingliz tili o'qiyotganlar o'zi ko'payib ketdi degan savolga yaxshi javob berdingiz. Ko'p o'quv markazlarida shunaqa holat. Kimdir o'quvchilar 7 yoki 8 olib turib, o'zi IELTS instruktor bo'lyapti. Ya'ni kadrlar ham ko'payayotgani hisobiga o'quv markazlari ham ko'payapti. O'sha o'quv markazlariga kadrlar tanqisligi bo'lmayapti. O'zidan chiqyapti. Yana ayniqsa Buxoroda ustoz shogird ancha rivojlangan. Ustoz shogird qadriyatlari ancha rivojlangan. O'zini shogirdlaridan o'qituvchi qilib chiqarib anaqa qilish bo'lyapti. Lekin baribir ingliz tili global miqyosda olib qaraydigan bo'lsa, ingliz tili baribir jahon tili hisoblanadi. Ingliz tili istalgan davlatga borib ingliz tili. Xuddi shunaqa. Shuni hisobidan ham o'zi ingliz tiliga ko'pchilikni, ko'p yoshlarning qiziqishiga sabab bo'layotgan o'zi ota-onalar, chunki bu narsani xuddi Jahongir aytganga o'xshab status sifatida ko'rsatishadi. Misol uchun taqqoslash bo'ladi, kimdir farzandi 8 olgan, kimdir farzandi 7 olgan. Qara deydi, mana uni o'g'li 8 olibdi deydi. Sen qachon IELTS olasan deydi, misol uchun. U bola boradida, ya'ni ota-onasini rozi qilish uchun IELTS o'qiydi. Ya'ni u IELTS o'qiydigan vaqtda eng, ya'ni e'tibor berish kerak bo'lgan moment shuki, ya'ni 2 yil o'qiydimi, 3 yil o'qiydimi, o'sha vaqtda ya'ni ota-onasini rozi qilib, aytaylik, agar ota-onasi undan rozi bo'lmayotganini ko'rsa agar, ya'ni o'sha o'rganayotgan tilni madaniyatiga qarab ketishni boshlaydi. Bu narsalarni ko'p kuzatganmiz. O'zi yana bitta narsani o'zi aytib o'tmoqchiman. O'zi qadriyat degan og'riq, qadriyat degan muammo menga qayerdan kelib chiqqan desangiz agar, men bitta o'zimni Mironshoh degan o'rtog'im bo'lardi. Agar shu videoni ko'rayotgan bo'lsa, ya'ni o'ziga tegishli xulosani oladi deb o'ylayman. Ya'ni biz 1,5 yil davomida ikkalamiz IELTS o'qiganmiz. Ya'ni bizada orzular, maqsadlar juda katta bo'lgan. Ya'ni xuddi men ham hamma yoshlarga o'xshab chetga ketish niyatida bo'lganman. Ya'ni borib Koreyada ta'lim olib, qaytib kelish niyatim bo'lmagan to'g'risi. O'rtog'imda ham xuddi shunaqa maqsad niyatlari bo'lgan. Men IELTS o'qib yurgan vaqtlarimda ustozim aytganlar, ya'ni biza o'zimiz taqlid qiladigan, o'zimiz ergashadigan madaniyat, millat bor. Ya'ni biz chetni qo'yib turishimiz kerak. Agar borib kelgan taqdirimizda ham o'zimizni millatga ko'proq xizmat qilishimiz kerak deb aytganlar. Xo'p, Miron o'rtog'imiz IELTSdan 7,5 olganda o'sha vaqtda 2018-yilda shu bilan Koreyaga ketdi-da, ana hozir 2026-yil bo'ladigan bo'lsa, shu muddat davomida 2 marta kelib ketdi, lekin oilasida bitta o'g'il. Ota-onasiga qarash kerak bo'lgan farzand. Hozirda ota-onasi aziyat chekib yurishibdi-da, lekin farzand Koreyada o'zini hayotini mazza qilib yashab yuribdi. Ya'ni xuddi shu nuqtadan menga qanaqadir udar bo'lgan, chunki o'zimning yaqin o'rtog'im, birinchidan o'zimning o'rtog'imni yo'qotganman. Ikkinchidan u o'zini ota-onasini bir hisobda o'zi yo'qotib bo'ldi. Chunki bu yoqda ular kasal bo'ladilar yoki qanaqadir muammo bo'lgan vaqtda, ya'ni biz o'sha muammoni hal qiladigan yoshga yetganmiz. Ya'ni o'sha qadriyatlardan kelib chiqib ham biz o'zimizni ota-onamizga, jamiyatimizga g'amxo'r bo'lishni o'ylashimiz kerak. Shu uchun ham hozirgi kunda mendagi mindset shunaqaki, tilga faqat til sifatida qarash kerak. Tool sifatida. Shunaqa. Tool sifatida. Shunda bizda esa tool emas, bu eng oxirgi nima deyiladi, destination, shu oxirgi point, tamom, 8 olimcha cho'qqa chiqding. Eslab bilsangiz, bir vaqtlar yosh bo'lgan vaqtimizda, o'zingiz ham maktabda o'qib yurgan vaqtlaringizda kimdan so'ramasangiz agar kim bo'lasan desa, harbiy yoki militsiya deb javob berilardi. Hozirgi yoshlardan nima qilasan desa, chetga ketaman deydi-da. Surish kerak deydi.
Chunki bizada xuddi shu narsalarga, xuddi shu kasbga mehr uyg'otilgan yoki shu kasbni egalariga nisbatan qanaqadir havas qilishlikka undalgan. Lekin hozirgi vaqtga kelib esa yoshlarda bu narsa normativ umuman o'zgarib ketgan. Nima qilasan, IELTS olmoqchiman. Xo'p, keyinchi уже bu savolga javob yo'q. Biza shu savolga javobni aniqlab, keyin o'quvchilarni IELTS olishligiga chetga chiqib o'qimoqchi bo'lsa, shunga qarab yo'nalish berishimiz kerak ustoz sifatida. Hop, shunda mana shu muammolar bor deylik. Hozir mana siz aytib o'tgan muammo status boshqa deb aytgan. Bu ota-onalar tomonidan yoki shu uydagilari, o'quvchining uydagilari tomonidan qaraladi va shunaqa targ'ibot bo'layotgan bo'lsa, unga qanaqa qilib yechim berish mumkin? Misol uchun ota-onalarning o'zi bilan gaplashasizlarmi yoki o'quvchilarni o'ziga tushuntiriladi? Balki o'quvchida unaqa niyati yo'q. Endi bu menimcha baribir sekin jarayon, juda sekin jarayon. Bittaga kelib ota-onaga aytib buni ish o'zgartirish почти impossible. Endi tajribamda ota-onalar baribir o'zini fikrini atrofdagilarga qarab shakllanadi u fikrlar. Kelib siz o'nta odam shuni qora degan bo'lsa, siz oq desangiz, u fikrni o'zgartirish juda qiyin. Aytadigan, ha xo'p, bo'l, Oxford yoki Almas bizani farzandimizga yetti olishga yordam bermasam, boraman boshqa markazda o'qitaman uni. Shunaqa xayol paydo bo'lishi mumkin. Yoki aslida jinniroqsan yoki tushunmasligi mumkin. Uchta variant bor odatda. Ota-onalarga qancha tushuntirmasam ham, hozir men o'rtog'imga bitta voqea haqida aytib berdim. Yaqinda bitta student kelgan menga. O'ta travmirованный bo'ladi. O'zini fikrini yetkazishdan qo'rqadigan bola. Endi agar o'zini fikrini yetkazishdan qo'rqadigan bo'lsa, u inson o'zini fikrini shakllanishidan ham qo'rqadi. Chunki biladi, hozir men o'zim fikrimni aytib qo'ysam, Ismoil kelib men urishib qo'yishi mumkin, dog'rishi mumkin. Unda doimiy pressure bor-da. Ha, doimiy. U hali nima deydi, hali siz gapirishingizdan oldin pressurni his qilib turadi u bola. Bola kelgan vaziyati o'ta chatoq. 45 kundan keyin men IELTS topshirib 6 olishim kerak deydi. Men aytdim, "Xo'p, 6 olishing mumkin." Lekin men aytdim, speaking va writing qismidan men javob bermayman, olmasligim mumkin, juda qiyin, chunki nimaning holating. Reading listni ko'tarish mumkin, no, без проблем. Lekin bolani holati shunaqaki, u 2 oy davomida, uzr, 2 marta beginner level tugatgan, 2 marta, 3 marta elementary, 4 marta pre-intermediate, 5 marta va 6 marta intermediate. Lekin darajasi elementary. Endi men birinchi beradigan savolim, biz qadriyat haqida gapiramiz, ota-ona qat'iy qaragan. Men tushunaman, siz meni oldimga farzandingizni olib kelib aytishingiz mumkin. Farzandi, esidan chiqdi, suyak bizdan, go'sht sizdan. Go'sht sizniki, suyagi bizniki. Go'sht sizniki, suyagi bizniki. Men tushunaman, unaqa ishlashi mumkin, lekin hozirgi zamonda unaqa narsa ishlashi o'ta qiyin-da, chunki avval sizda ota bor edi, uyingiz bor edi, kursiz bor edi, maktabingiz bor edi. Tamam, shu 3 ta nuqta. Hozir bolalar uyda o'tirgan payti telefon bilan band, oyisi, otasi ularga e'tibor umuman qaratmaydi. Yoki qaratishga imkoniyati bo'lmaydi. O'tdan chiqdiki, o'rtoqlarim bilan yuradi. O'rtoqlarim bilan bo'lgandan keyin, bizlar Buxoroda bo'layotgan trend, menimcha hamma joyda bo'lsa kerak, PlayStation bilan keyin kompyuterxona bo'lish bor. Undan ham yomoni, agar ular aytaylik chilimxonalarga borib vaqtini o'tkazsa. Keyin ular markazga keladi. Markazda biz ularni e'tibori uchun kurashishimiz kerak. Chunki dars payti, yana uyda, ko'chada yurgan paytlari bolalar ko'pisi Instagram, TikTok va YouTube shortsdan ko'rishadi. Ya'ni short form content kuzatadi. Endi tasavvur qiling, u shuncha faktorlar unga ta'sir qilib turibdi. Biz go'shtni bera olmaymiz-da. Chunki boshqa joylarga borib, bu bola o'sha go'shtni isrof qiladi, tashlaydi, e'tibor ham bermaydi, inobatga olmaydi, qiynalib ketasiz. Avval bu narsa mumkin edi. Men bilan, misol uchun, Xudoyor tayyorgarlik qilgan paytimiz bizda oddiy telefon, internet yo'q, o'sha short form content keng tarqalmagan edi. Hozir esa biz bolalar bilan Instagram bilan PUBG bilan kurashamiz. Bola aytayapti, "Adida aka 1,5 yil oldin PUBG ni o'ynash boshladim." Shu PUBG ni o'ynash boshladi aka, tasavvur qiling, endi u 2 yil davomida o'qigan bo'lsa, 2 yilni siz 12 ga ko'paytirib 24 oy ichida 800 mingdan bergan bo'lsa u bola, u degani почти bir 20 milliondan ortiq puli havoga ketdi. Mayli, u pul qaytadi. Qaytishi mumkin. Chunki qanaqadir bir kambag'al oiladan emas u bola. Lekin vaqt qaytmaydi. Shunaqa. Vaqt qaytmaydi, chunki 11-sinfning oxiri hozir.
nima qila oladi elementary levelda 11-sinfdan oxiri. Ya'ni men u bolani ayblash niyatim yo'q. Men u bolani ayblamoqchi emasman, lekin ota-onalar afsuski o'zi e'tibor qaratmaydi. Ular o'ylaydiki, farzandni shunday tashlasam, pulni bersam, kursga qo'ysam, daraxt o'sib ketadi. Lekin har tomonlama bolaga qarab turish kerakda, qiziqishlarini so'rab, hobbilarini so'rab, keyin kontrol qilasiz qayerdadir mustaqillik berish kerak. Qaror qabul qilganda bolalar. Lekin bu bola o'tirgan paytim prям вот cho'chib turibdi har bitta savol berganimda, qiziqqanimda, endi kimligini bilib olish uchun, keyin men muammolar aniqladim, aytdim, muammolarga mana shunaqa yechimlar bor, uydagilar bilan gaplash kerak, uydagilar bilan gaplashish kerak deganimda bola full shutdown bo'lib qoldi, tamom. Все. Tamom. Aytdim, qanchalik qay darajada uydagilari unga shuncha prям вот bosim qo'ygan, qanchalik negativ kritika olgan uydan, shu uydagilari bilan u maslahatlashishdan qo'rqadi yoki dardlashishdan qo'rqadi. Chunki men aniqsiga aytaman, hamma hayoti davomida xato qilishi mumkin. U narsani qabul qilish kerak. Bola aytaylik 1,5 yilini bekorga sarflagan. Lekin siz o'z vaqtida jazoni qo'ymagan bo'lsangiz, jazoni bermagan bo'lsangiz, okey, sen 6 oy vaqting ketqizding, telefon aybdor. Telefonini olib qo'yaman. Hop, jazo. Bolaga unaqa jazo qo'yilmadi. Bolani aybi emas. Chunki 14, 15, 16 yoshlar o'g'il bola, afsuski endi biz qizlarga nisbatan, to'g'risini aytaman, qizlarga nisbatan o'g'illar ulg'ayishi, voyaga yetishi ancha qiyinroq, ancha qiyinroq. Hozir уже tenglashib qoldi. Ha, endi u nimalar biz bolalarga mas'uliyat berishimiz kerak, mas'uliyatni bir his qilsa, keyin ulg'ayishi mumkin. U bola mas'uliyati yo'q. MacBook bor, 17-iPhone, xohlagancha pul, xohlagancha kompyuterxona, xohlagancha PlayStation, xohlagancha PUBG o'ynaydi. Hozirgi bizda muammo bo'lgan shu qadriyat bilan bog'liq bo'lgan muammo shu ota-onalar avvalgidek afsuski balkim imkoniyati yo'qdir, balkim xohishi yo'qdir, balkim prosta shunchaki ota-ona bilmaydi. Farzandiga e'tibor qaratishi shart. Shu 18 yoshgacha yoki даже bilmayman necha yoshgacha oldiga bo'lgancha e'tibor qaratish kerak. Kontrol emas, e'tibor. Men hozir kontrol haqida gapirmayapman-da. Ismoil bu yoqqa boraman, Ismoil buni qilma degan gap emas. Ismoil nimaga bu yoqqa boryapsan? Ismoil bugun bu yoqqa borayotgan bo'lsang, davay bugun bormaylik. Kecha men senga 50 ming berdim, bugun 20 ming beraman. Shu narsani sabablarini tushuntirib ketish kerak, ochiqlash kerak. Endi bu yoqda hozir bo'layotgan savol, mana shu qadriyat bilan yechim berishga mana birlashdik, maqsad qildik. Shunda hozir bu faoliyat boshlandimi yoki hozir reja tuzish jarayonida? Ketyapti ular. Misol uchun aytaylik, mana hozirgi muammolarni aytdilar, ota-onalar bilan bo'lgan muammoni. Bolalar misol uchun shu kompyuterxonaga boshqa telefon bilan, shorts bilan chalg'iydi, boshqa deb aytilyapti. Lekin shu bilan bir vaqtda bulardan hozir уже voz kechib yoki taqiqlash imkoni yo'q. Hozir zamon shu bo'lib qoldi. Boshqa iloji yo'q. Shunchaki ham to'g'ri yo'nalish berish. Yo'q, boshqa iloji yo'q. Men Xudoyor bilan o'tirib, komandani yig'dim, aytdim, "Bo'ldi, ustozlaringni yig'ib, ustozlar bilan qilayotgan ishimiz bu ota-onani maksimal darajada jarayonga kirgizish kerak." Maksimal darajada. Endi men 100% kirgizmaysiz-ku. O'zimizni qilayotgan ishimiz bor. Men aytdim, "Xudoyor, birinchi qilayotgan ishimiz bu biz attendance tekshirib turishimiz kerak va ota-onalarga to'g'ri yetkazib berish kerak." Bo'ldi, qildik. Ikkinchisi men aytdim, attendance, ya'ni davomatdan tashqari biz qanchalik vazifalarni bola bajarayotganini tekshirib olishimiz kerak. Bo'ldi, Excel sheet orqali attendance bilan, ya'ni davomat bilan birgalikda performance-ni yozib ketyapmiz. Ota-ona bilsin. Ertaga endi bizning oldimizga kelganda nimaga Xudoyor aytaylik IELTSdan 7 emas, 6 oldi. Marhamat. Senda davomat bor, protsent bor, foizi bor, hammasini yetkazib berganmiz sizga. Siz chorani ko'rmagansiz. Keyin aytdim, okey, ota-onalar u narsaga e'tibor bermasligi mumkin. Hamma ishlaydi, charchaydi. Bo'ldi, aytdim, o'rtoq bolalarni kanalga qo'shamiz, ota-onalar kanalga qo'shamiz va o'sha informatsiya tashlaymiz. Undan tashqari muammo chiqqan paytda to'g'ri ota-onaga chiqamiz. Ota-onaga birinchi ustoz o'zi individual ishlab chiqish kerak, aytdim. O'zi ishlasin, harakat qilsin, chunki studentni baribir siz dars bersangiz bilasiz qanaqaligini. Xo'p, teacher u muammoni hal qilib bilmadimi, aytdim, ota-onani involve qilamiz. Xo'p, ota-ona hal qilib bilmadimi, aytdimki, studentni birinchi Xudoyorga yuborasizlar. Menga yuborasizlar dedim. Men gaplashaman student bilan. Okey, men muammoni hal qilib bilmadimmi, Xudoyorga yuborasizlar. Men aytdim, Xudoyor, marhamat, old school, traditional, conservative, qattiqroq gapirishi mumkin. Chunki men tabiatimda narsa yo'q. Men juda yumshoq insonman, juda. Hamma bilan yaxshi muomala bo'lishga harakat qilaman. Xudoyor dangalasini aytishi mumkin. O'zi Ismoil aka savol bo'ldi-ku, misol uchun ota-onalarni, ya'ni shu narsaga qanaqa qilib jalb qilish mumkin, ya'ni qadriyat borasida.
o'zi har bitta millatni o'zini o'sha Umidjon Ishmuhamedov aytganlariga o'sha umidlari bo'ladi-da. Ya'ni men ko'p eshitganman, Umid akaga qanaqadir zo'r soqqali ishlar taklif qilinganda, bu odam ya'ni ishni emas, ya'ni ilmni tanlagan. Biz ham xuddi shunga o'xshagan o'rnak bo'lib bilishimiz kerak. Misol uchun aytaylik, Jahongir aytganga o'xshab, har bitta o'qituvchi o'zini o'quvchisiga o'rnak bo'lishi kerak. Misol uchun biz ham ko'p narsalarni ustozimiz Jo'ray Murodjon domladan o'rganganmiz. Ya'ni agar biza xuddi shunaqa qadriyatli insonni qo'lida emas, boshqa bir insonni, ya'ni bu ham yaxshi biladi. Ya'ni bu ustozimizga teskari bo'lgan bir xil ustoz ham bor, ya'ni kurslari bor Buxoroda, ismlarini aytmaymiz. U yoqdan chiqadigan bolalar bilan, ya'ni ustozimizning kurslaridan yoki umuman bizlardan chiqadigan bolalarni agar taqqoslab ko'rsangiz, yer bilan osmoncha farq qiladi. Oddiy men o'zim guvoh bo'lgan narsa, ya'ni odam ingliz tilini o'rganayotgan bo'lishi mumkin, lekin unda hozir aytganingizga o'xshab bu tool sifatida qaralishi kerak. Ya'ni bola avtobusda ketyapti, yosh kattaroq odam shu o'tirmasdan tikka holatda ketyapti. Biz ham xuddi shu holatni kuzatib boryapmiz. Endi u kursdan chiqqan bola boshqa kursda o'qiydi. Men o'sha vaqtda borib aytganman, ozgina odam o'ziga qarab, yosh katta odamga joy berish kerak. Ya'ni ingliz tilini o'rganyapsan, bo'ldi, bu senga qanaqadir jamiyatga status berib yoki mavqeingni baland qilib qo'yib, katta odamni hurmat qilmaslik kerak degani emas. Ya'ni bizlar doimo qanaqa holatda bo'lishligimizdan qat'iy nazar o'zimizdan kattani hurmat qilib, kichikni izzat qilib yurishimiz kerak doimo. Shu tarzda ham o'zimiz avvalbor o'rnak bo'lib turib, ota-onalarga tushuntirib, qaysi yo'lda ketsa farzandingiz yaxshi muvaffaqiyatga erishadi, qaysi yo'ldan ketsa agar erta muvaffaqiyatsizlikka uchrashi mumkin. Chunki biz 9-10 yillik tajribamiz davomida ko'rganmiz. Bolalar ketyapti, American Dream deydi-ku. Ya'ni Amerikaga boradida, shu bilan social life-ni, ya'ni ijtimoiy hayotni zo'rligidan, ya'ni o'zini vatani esdan chiqib qoladi. Agarda unda qadriyat bo'lsa-chi, agarda unda vatanga qaytish, ota-onaga xizmat qilish, erta shu xalqni ham Amerika darajasigacha olib chiqishiga ishonsa agar, u yoqdagi bo'lgan ko'nikmalarni mayli bu yillar talab qilishi mumkin. Chunki bizani ham o'zligimizdan 1 yil, 2 yil, 3 yil, 5 yilda emas, 70 yilda chiqarib yuborilgan. Ya'ni bu 70 yilni o'rnini to'ldirish uchun biz xuddi shunaqa 70 yil harakat qilishimiz kerak. Ya'ni bugun chiqib bitta ishni qildingizki, erta xuddi shunga, ya'ni effekt yo ta'sir bo'ladi degani emas. Ya'ni biz bu narsani davomiy qilib kelishligimiz kerak. Ya'ni sizda bitta qadriyat bormi? Shu qadriyat prinsiplaringiz o'zingizga to'g'rimi? Demak, shu prinsip orqali ketish kerak bo'ldi. Ya'ni hali u yoqqa sakrab, hali bu yoqqa sakrab, pul qayoqda ko'p bo'lsa, o'sha yoqqa yugurib o'tib yoki bunaqa narsalar qilishlik, men o'ylaymanki, ya'ni odamni xorlikdan boshqa hech narsaga yetmaydi. Bu yoqda lekin hozir bo'layotgan savol o'sha bolalarni e'tibori uchun kurashamiz, e'tibor anaqa tarqoq bo'ladi ko'p narsaga, слишком atrofida ko'p narsa informatsiya bo'lganda, hozir endi ba'zi o'sha ta'lim beruvchi o'quv markazlar deymizmi yoki maktablarmi, joylar shu hozirgi zamonga moslashtirib shu darslarni o'tishga, qanaqadir interaktiv qilishga, qo'shimcha metodlarni ko'rsatishga, misol uchun men Instagramda men hozir qaysidir maktablarda aytaylik fizika darsini o'tayotgan bo'lsa, qaysidir qonunni tushuntirayotgan bo'lsa, u qonun qanaqa ishlashini o'sha interaktiv turib, ya'ni bolaning e'tiborini o'sha ilm bilan jalb qilishga yoki hozirgi zamonga moslab turib qanaqadir applar qilib, o'shanga moslab shu narsalarni og'riqli nuqta deydi-ku. Shu narsalar orqali ham tortib olish mumkin-ku demoqchiman. Mumkin. 100% mumkin. Ya'ni Ismoil aka o'z bilan ham gaplashgandik bu mavzuni. Biza hozirgi o'qitayotgan ingliz tilini bolalarimizga agar rostdan ham o'zligini tanitish bo'lsa maqsadimiz. Chunki Jahongirga ham aytgandim, bizada umuman ingliz tilida juda ham katta auditoriya. Qayerga borsangiz ham, misol uchun ingliz tili kurslaridagi auditoriya biror joyda yo'q. Maktablarni bilamiz. Endi ingliz tili kurslariga keladigan bo'lsa, biza niyat qilgan narsamiz ingliz tilini milliylik ruhi ostida o'rgatish. Ya'ni o'zimizni birinchi anglamasak, ya'ni o'zligimizni anglamasak, biz til o'rganganimiz befoyda. Ya'ni bizani ota-bobolarimiz kim bo'lganini biz anglamasak yoki ularga tushuntirmasak, ya'ni shu yo'l orqali o'rgatmasak, bu anchalik keyinchalik negative consequence, ya'ni yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shu uchun ham aytganingizga o'xshab o'sha kitoblarini imkon qadar shu narsani xohlaymizmi, o'shanaqa ruhda bo'lishligini xuddi shu tartibda o'zimiz markaz sifatida, rahbar sifatida ko'rib chiqib tayyorlashimiz kerak. Yana bitta yangiliklardan biz Jahongir bilan qilayotgan ishimizdan eng yaxshisi deb o'ylayman, ya'ni biz bolalarning kunlik screen time'ini check qilib ota-onasiga tashlashlik.
misol uchun bir kunda aytaylik keldida vazifasi chala bo'lgandan keyin telefonda o'zi screen time bor, ya'ni qancha telefonda qolib ketganligini ota onasi ham bilsin, shu narsa rostdan ham uni natijasiga ta'sir qilayotganligini ham bilsin. Xuddi shu yo'l orqali ham biza shunaqa muammolarni kamaytirib, bolalarga ko'proq, ya'ni fan bilan, ilm bilan mashg'ul bo'lishini ta'minlab bermoqchimiz. Biz ota onalar o'zi ko'rayotgan bo'lsa ham o'zi tekshirib olishi mumkin. Farzandini screen time o'sha nastroyga kirsin. Screen time deb yozsalar, xohlasa YouTubedan tekshirsalar, qanday qilib screen time tekshirish mumkinligini o'tgan kuni hozir bu studentim ko'rishi ham mumkin. Amir degan studentim bor. Telefonni olib tekshirdim screen time. 11 soat. 11 soat. Men aytdim, 11 soat sen uyg'oq emassan. Qachon ulguradi bu bola? Telefonni zaryadkasi o'zi nimasi yomkisi tushib ketgan iPhone'da. Men aytdim, sen u bir kunda men aytdim, eng kamida 4 marta zaryadga qo'yishing kerak telefonni. Tasavvur qiling, endi zaryadga qo'yib, yana zaryadkaga ishlatadi. Zaryadkani chiqarib, to'lgandan keyin yana ishlatadi. 11 soatda, brat, 11 soat, 11 soatda. 11 soat u ozga osonda, endi 11 soat tasavvur qiling, telefonni qo'lingizda ushlab turib, bu ladna o'qish. Sizni suyaklaringiz, bo'g'inlaringiz, poзвоночниgingiz qiyshib ketishiga sababchi bo'lishi mumkin, aytdim. Sen yo'q, men shokka tushdim. Men 11 soat odatda chiqarmayman. Men 11 soat bo'lishi mumkin, chunki men Instagram orqali kontent chiqaraman. Montaj qilishim kerak, tekshirishim kerak, bolalarga yozishim kerak. Men aytdim, completely understandable. Tushunsa bo'ladi. Men holatim, aytdim, seni holatingni qanday tushunish mumkin? Keyin men kirdim, screen time tagida applar bor. Qaysi appda ko'proq vaqt sarflangan? Marhamat, Instagram, TikTok, YouTube Shorts, Telegram. Sho, bitta bir nima qanaqadir foydali, aytaylik, Duolingo bo'lsa xursand bo'lardim. Boshqa hech problem. YouTube bo'lsa xursand bo'lardim. YouTube ham yo'q-da. Ismoil aka, misol uchun siz ham ingliz tilida o'qigansiz. O'sha vaqtlarda telefon ishlashlik kam bo'lgan. Misol uchun men Jahongir o'qigan ingliz tili birinchi topshirganda 7,5 olgansiz, shunaqa. 7,5 olgan. Lekin qanaqadir telefon yo unda o'sha IELTSga kerakli applar yoki nimalardir bo'lmagan. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam, asosiy to'siq, ya'ni bolalarni propagandani qurboni qilayotgan asosiy narsa telefon. Ya'ni shuni nazoratini to'g'ri qilib bilsak, ota-onalarga shuni to'g'ri tushuntirib bilsak, ota-ona, o'qituvchi va o'quvchi aloqalarini yaxshilab bilsak, aytganimizga o'xshab yaxshi natija olib bo'lamiz. 100%. Chunki hozir Toshkentda biz o'qigan paytimda, men dars bergan paytimda bitta asosiy muammo shu edi, ota-onalar odatda ham ona, ham ota ish bilan band. Lekin ish bilan 24 soat band. Ya'ni bo'sh vaqtda farzandi bilan ishlash yo'q. Bo'sh vaqtda ota-ona relaksatsiya qilishlari kerak, dam olishlari kerak, televizor ko'rishlari kerak, o'rtoqlari bilan ko'chaga chiqish kerak, lekin farzandni kelajagi qiziq emas. Lekin farzandni kelajagi hal bo'lmasa, o'qishga kirmasa, eng ko'p negativ komment ota-onadan keladi. Lekin ota-ona o'zini majburiyatlarini, o'zini vazifalarini bajarmagan. Bola oxirida o'zini aybdor deb hisoblaydi, o'zini tupoy deb hisoblaydi. Lekin aslida uni emas. Prosta bola o'zi kontrol qilmaydigan hozir omillar juda ko'p. Siz aytganingizdek, shu TikTok, Instagram, YouTube Shorts, afsuski bolani qo'lida emas. Hozir siz TikTok va YouTube va aytaylik Instagramni olsangiz, mani olsangiz, men milliardlik kompaniyani, networksga ega bo'lgan kompaniyaga qarshi kurasholmayman. Nima qilsam ham. Siz o'rtog'im aytganda, beri faqatgina ekstrem choralar ko'rish mumkin. Bu telefonni yoki polni ban qilasiz, yoki doimiy ravishda telefonni tekshirasiz, nima uchun ishlatyapti, necha soat vaqt sarflayapti telefonga. Yagona yechim shu. Ekstrem borishingiz, harakat qilishingiz kerak. Chunki men bir ikkita studentlarimga aytganman, mayli, sen meni videolarimga like bos, boshqa o'quv markazlarining nimasiga kirib like bos, boshqa ingliz tili so'zlarga like bossang, keyinchalik senga faqat ingliz tili kontent chiqib turadi. Lekin foydasi yo'q. Baribir oxir oqibat kelib shu brainrotni ko'rish boshlaydi ular, Viner, Shminer. Oxir oqibat vaqti 1 soat, 2 soat, 3 soat, 4 soat o'tayotganini sezmaydi bolalar. Slave to time. Tamam, prosta qo'li bo'lib qoladi. Bu yerda to'g'risi kurashadigan narsa, biza hal qilib biladigan narsamiz faqatgina Xudoyor aytganday, men taklif qilganimda, bu screen time tekshirish, telefon tekshirish, agar to'g'ri foydalanayotgan bo'lsa, no problems. Lekin sani screen timingning asosiy qismi YouTube yoki Instagram yoki TikTokdan iborat bo'lsa, katta ehtimol bilan sen vaqtingdan to'g'ri foydalanmayapsan. Shuning uchun yoki to'xtat yoki markazdan ketgin. To'xtat qismini biz ota-onasi bilan hal qilishimiz mumkin, o'zimiz bilan hal qilishimiz mumkin, o'zimiz harakat qilishimiz mumkin. Lekin
har bitta ishni ham o'zimiz qilolmaymiz. Studentdan ham sal harakat bo'lishi kerak, ota-onadan ham. Bo'lmasa hozir mana shu narsalarga kurashishga deymizmi yoki shu narsalarni o'rgatishga, to'g'ri yo'nalish berishga o'quvchiga ingliz tili o'rganish jarayonida misol uchun mana hozir ko'rayotgan bo'lsa, Buxorodagi ota-onalarmi, studentlarmi ko'rayotgan bo'lsa, nimalarga tayyor bo'lib, qanaqa kutuvlar qo'yib o'ziga sizlarni o'quv markaziga kelishini aytamiz. Mana shu aytadigan bo'lsak, o'sha narsaga misol uchun tayyor bo'lsak, aytaylik mana ota-ona bolasiga bir kunda hech bo'lmasa 1 soat vaqt ajratishga tayyor bo'lishga, nimalarga tayyor bo'lib, qanaqa kutuvlar olish kerak va nimalarga erishishi mumkinligini bir aytsak, menimcha yaxshiroq bo'ladi. Birinchi navbatda ko'pchilikka hozir nima deymiz, til bilishga bo'lgan ishtiyoq, farzandini til bilsin, har xil tillarni bilsa agar shunga yarasha muvaffaqiyatlarga erishadi deb yoshligidan o'zbek bog'chalariga emas, o'zbek maktablariga emas, ya'ni rus yo hozirgi kunda ommalashayotgan ingliz tili maktablariga beradi. U yoqda o'tiladigan darslar, u yoqdagi muhit xuddi o'sha madaniyatning muhitiga baribir xohlaysizmi yoki o'xshab ketadi. Ya'ni u kelib ingliz tilini sizda o'qib, sizni o'sha muhitga etadigan, o'sha madaniyatga olib boradigan kalitni qo'liga kiritdiki, uni siz oldingizda saqlab turishligingiz u muammo bo'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam, rus tilini odam o'rganib turib, ya'ni o'shani imkoniyatlarni keng ochib beradigan sertifikatni qo'liga kiritsa, u xohlaysizmi yo'qmi, sizning oldingizda ko'p vaqt qolmaydi. Ya'ni o'sha imkoniyatlarga qarab yurishni boshlaydi. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, ota-onalarga birinchi navbatda farzandiga o'zbek tilini to'liq o'rgatish kerak. O'zligini, ota-bobosi kim bo'lgan, ya'ni farzandini o'zini qanaqa potensiali bor, kelajakda nima ish qilib biladi. Hozir yaqinda bitta post qo'ygandim Upscroll haqida. Misol uchun aytaylik, shuni ham oddiy odam yaratgan, ya'ni Instagramga hozir konkurent sifatida ko'rilyapti. Keyinchalik yanada rivojlanib ketishi mumkin. Oddiy bir o'zini qadriyatiga ega bo'lgan bir musulmon yigit ochgan shuni ham. Erta uni nazorat qilishligi, ko'proq jamiyatga foydasi tegishligini shu yo'l orqali tushuntirishimiz mumkin. Ya'ni ota-ona ham farzandini yoshligidan xuddi shunaqa tarbiya berish kerak deb o'ylayman. Xuddi shunaqa tarbiya bilan bizaga keltirib beradigan bo'lsa, biz davom ettirib bilamiz. Agarda bizaga xuddi rus maktabini o'qigan yoki aytaylik xuddi shunaqa madaniyatga yoki ingliz tili madaniyatga butunlay o'zini berib qolgan bolalar keladigan bo'lsa, ular qiynalishligi mumkin. Nima uchun? Chunki boshqa muhitga tushib qolganda his qiladi o'zini, qaraydi, ya'ni bu yoqda o'lchovlar, normativlar umuman boshqacha. Bizlar xohlagan bo'lardikki, ya'ni ota-onalar qachonki o'zini farzandidan foyda olib biladi, qachonki ularni o'zini oldiga keltirib, ya'ni qadriyatlarni o'rgatib, o'qitsa agar, ya'ni o'qib kelgan joydan millatiga ham foyda berib biladigan darajada ishontirsa agar, keyinchalik inglizdan foyda olib biladi deb o'ylayman. Bizlarga keltiradigan ota-onalarga ham aytgan bo'lardikki, agar farzandingizni yo'qotishni xohlamasangiz, erta kelajakda misol uchun sizga g'amxo'rlik qilib, millati uchun, shu kelajakdagi o'zidan keyingi keladigan ukalari, yoshlar uchun harakat qilmoqchi bo'lsa, birinchi navbatda o'zbek tilini o'rgatish kerak. Xuddi Abror Muxtorali ustoz aytganlaridek, bolani 18 yoshigacha deydilar, o'zbek tilini puxta o'rgatish kerak, ya'ni qadriyatini, o'zligini bildirish kerak. Chunki undan keyin bola, ya'ni ingliz tilini o'qiydimi, rus tilini o'qiydimi, o'zini yurti uchun xizmat qiladigan inson bo'lib yetishadi. Agarda uni yoshligidan deydilar, boshqa tilga yo'naltirsa agar, u erta xuddi o'sha tilni josuslarga aylanadi deydilar. Ya'ni O'zbekiston ichidagi ingliz josuslari. Ya'ni bu narsaga, ya'ni jiddiyroq qarashimiz kerak. Ha, gap aytildi-da bo'ldi deb o'tib ketavermasdan, ya'ni bu narsani harakatini boshlashimiz kerak. Xuddi Mustafo Cho'qayning bitta gapi bor. Bugun farzandingga qaysi tilni o'rgatsang, erta shu millatga xizmat qiladi. Nimani yana kutish kerak deb aytamiz mana. Keldi deylik, mana ota-onalar olib keldi bolasini. Ularga nima talablar qo'yiladi? Ota-onaga, bolaga va oxirgi end goal deydi-ku. O'sha yerda nima qo'yiladi? Misol uchun baribir o'quv markazida ingliz tilini asosiy va yo'nalish ingliz tilini o'rgatishgan. Ingliz tilini o'rganib chiqib ketish kerak. Qarang, birinchi men sizga aniq talablarni yozib chiqaman, aytib chiqaman bitta-bitta. Birinchisi, ota-ona o'sha o'qiydigan guruhidami, o'qiydigan kanalidami, birinchi bo'lib o'sha qo'shilish kerak. Ota-ona ogoh bo'lish kerak. Qanaqa hozir farzandi qanaqa ahvolda, qanaqa proses ketayotganini bilish kerak. Bu bir. Ikkinchidan, bu road map tushuntiriladi. Mana Humoyon, sen
Adan Bgacha 3 oy o'qiysan, bundan keyin buni o'qiysan, bundan keyin buni o'qiysan, bundan keyin buni. Ana shu taxminan 6 oy ichida sen A1 dan A2 ga chiqishing mumkin. Masalan, roadmap bo'lishi kerak, aniq 100%. Keyingisi ota-ona doimiy ravishda farzandi progress qilyaptimi yoki yo'qmi, shu bilan qiziqishi kerak. Yana qiziqish bilan chegaralash xato. Ma'lumot yetkazish kerak. Qanaqa ma'lumot? Biza qanaqa nimalar qo'yganmiz? Talablar. Screen time'ni screenshot qilib yuborasiz gruppaga. Haftaning oxirida va haftaning boshida va haftaning oxirida tekshirasiz. Haftaning boshi bilan haftaning oxirida qanaqa farq bor? Oshib ketdimi, tushib ketdimi? Performance va samaradorligi shunga yarasha oshdimi yoki tushib ketdimi? Ota-ona shu narsani bilishi kerak. Keyin men ustozlarimga bitta narsani aytganman. Darsni boshida biza bolalarga aniq bitta plan berishimiz kerak. Bugun sen qanday qilib to be ni ishlatishni o'rganasan, qanday qilib past simple ishlatishni o'rganasan, qanday qilib buni ishlatishni o'rganasan. Darsning oxirida majburiy ravishda har bitta studentga biza gruppaga, meni alohida o'zimning gruppasiga summary yuborishni talab sifatida berdik. Bu talab bu. Dars tugadimi, sen menga bugun nima o'rganganingni aniq yozib berishing kerak. Ertayin sen kurs tugagandan keyin mabodo aytaylik, unaqa voqealar, unaqa vaziyatlar sodir bo'lishi ehtimolligi juda past. Deyarli bo'lmagan ham. Lekin men aytaman, mabodo bu bola kelib, men nima kursdan o'rgandim degan savolga javob bera olmasa yoki shunaqa savol bersa, biz ko'rsatib berishimiz mumkin. Gruppaga kir, har bitta so'zini tekshirib chiq. Har bitta darsning oxirida ko'rishing mumkin. Ana, Humoyat bugun men talaffuzdan shu 3 ta so'zni to'g'ri talaffuz qilishni o'rgandim. Vocabularydan shu 3 ta so'zni ishlatishni o'rgandim. Masalan, ya'ni ota-ona jarayonga qo'shilishi kerak. Ota-ona hard evidence, ya'ni prям вот aniq bitta dalil berilishi kerak. Ya'ni screenshotlar bolalar guruhga yozgani, keyin men aytdim, ustozlarimga instruksiya berganimda aytdim. Bolalar, sizlar dars tugagandan keyin iltimos voice message ni yoqib qo'yib, bolaga bugun o'zlaringiz ham bitta summaryni qilib beringlar. Ana bugun biza plan bo'yicha shuni o'rganishimiz kerak edi. Present simple, past simple, future simple. Va dars natijasida biz mana shu ikkitasiga ulgurdik, mana shu ikkitasini tushuntirib berdim, mana shu ikkita misolda sizlarga yana tushuntirib ham berdim. Bolalar keyinchalik darsdan keyin, okey, esdan chiqqan bo'lsa, voice message ni eshitib chiqishi mumkin. Вообще без проблем. Вообще без проблем. Eshitsin. Shu ota-ona jarayonga qo'shilishi kerak, performance va attendance haqida ma'lumot olishi kerak, davomat va samaradorlik haqida. Keyin bolalar haqiqatdan dars qilayotganini va nimadir o'rganayotganini guruhda tekshirib olishi ham mumkin. Chunki hamma xabarlar qolib ketadi. Любой payt ota-ona kirsin, o'qisin, ko'rsin. Keyin biza tomonimizdan o'sha holatda o'sha natija kafolatlanishi mumkin. Ota-ona doimiy ravishda qiziqish kerak. Ya'ni farzandim telefon qilib, misol uchun sizdan so'rash kerak. Xo'p, bolam progress qanaqa? Siz aytganingizdek harakat qilyaptimi? Siz kutganingizdek progress bormi? Qanaqa muammolar bor? Men bularga yetkazib berishim mumkin. Xudoyor telefonni ko'p vaqt sarflayapti. Давайте siz telefonni olib qo'yasiz qo'ldan. Yoki chegara qo'yasiz. Har kun tekshirasiz. Chunki sinfda biz qilgan ishimiz, endi Buxoroda bizda 20, 30 ta, 40 ta, 50 talik sinflar yo'q markazimizda. Chunki bilamiz, ustoz individual ravishda har bitta studentlar ishlab bilishi kerak, o'sha qobiliyatga, o'sha imkoniyatga ega bo'lishi kerak ustoz. Xohlasangiz, xohlamasangiz bu yagona bir eng tez rivojlanish yo'li. Har bitta studentning xatosini aniqlash, har bittasini xatosi bilan ishlash, har bittasiga motivatsiya berish, har bittasi tushkunlikka tushgandan keyin ularning muammolarini, shaxsiy muammolarini hal qilish. Chunki bu jarayonning bitta qismida oddiy bitta bilim bilan siz muammoni hal qila olmaysiz. Ayrim payt sizning muammongiz bo'lishi mumkin uyda, o'rtoqlaringiz bilan, maktabda muammo bo'lishi mumkin, sog'lik bilan muammo bo'lishi mumkin. Men bilaman, shu individual ishlab bilsangiz har bitta student bilan siz o'sha natijani maksimal darajada kafolatlay olasiz. Ismoil aka, hozir aytdingiz-ku, ota-onalardan yana nimani kutish mumkin yoki ota-onalar nima talablarga qarab kelish kerak yoki nimaga tayyor bo'lib kelish kerak. Ko'pchiligimiz bilamiz, farzandlarini odam bog'chaga berishlikdan maqsad, ya'ni bog'cha opasi qarab turish kerak unga, yaxshi misol uchun muomalada bo'lib, ota-onasi kelgan vaqtda topshirib yuborish kerak. Shunaqa o'quv markazlarini kuzatdikki, xuddi bir ya'ni kattalarni bog'chasida bo'lib qolganda, ya'ni keladi, o'quvchini umuman natijasini qizig'i yo'q, ota-onasiga o'sha vaqtda chiqarib yetkazib bersa bo'ldi. Ya'ni ota-onalar ham xuddi shundan rozi. Lekin biz aytamizki, ota-onalarga qo'yiladigan talab qanaqa bo'lishi kerak desak, Jahongir aytganga o'xshab doimiy tarzda
o'zini farzandini o'quv protsessiga qo'shilib tursin. Ya'ni nima o'rganyapti? Xo'sh, qanaqa odam bilan yuribdi? Kim buni o'zi o'rtog'i yoki bu yomon odatlarni o'zi qayerdan o'rganyapti degan savollarni odam o'ziga berib ko'rish kerak. Chunki biz aytamiz, doim hozir, ya'ni rizq topishlik yoki pul topishlik o'zingizdan bilasiz, hozirgi kecha kunda juda ham oson narsa emas. Hamma inson o'zini peshona terisi bilan, ya'ni bizga keltirib bir kishi farzandini beryaptimi, biz ham shu pulni halol qilib olishimiz kerak. Aytsa bo'ladi, misol uchun bo'ldi o'qiyapti-ku, misol uchun shundan pul kelib turibdi. Keyinchalik erta imtihon topshirib ketgandan keyin ham ota-onasi baribir qiziqmay qo'yadi, chunki hozir ham so'ramayapti-ku, deyish mumkin-ku. Lekin biz unaqa qilmasligimiz kerak, ota-onalar ham bu narsaga tayyor bo'lishlik kerak. Ya'ni farzandi o'qimayaptimi, kelib ota-onani chaqirtirgan vaqtimizda xuddi shunga to'g'ri reaksiya qilib, unga yechim berishga harakat qilishimiz kerak. Sen yaxshi o'qituvchi emas ekaning yoki sen o'qita olmasganing yoki biz farzandimizni olib ketib boshqa joyga ham qo'yamiz, mayli, kurslarimiz juda ham ko'p. Ustozlarimiz borlar, misol uchun yaxshi o'qitadilar, lekin degan joyga keladigan bo'lsak, agar ota-ona bizga shu ishni qilyaptimi, erta biz o'sha ustozni shogirdlari bo'lgandan keyin ustozimiz ham shunaqa qilsalar, agar erta farzand faqat ota-onaga bo'ysunib qoladi, bo'ldi. Shunga kuchli bog'lanib qoladi. Erta misol uchun uylanmoqchi yoki erta nimadir ish qilmoqchi, agar ota-onani bog'liqligi bo'lmasa, ya'ni farzand hech narsa qila olmaydi ertaga. Shu uchun ham biz yoshlarimizni ham mustaqil, ham mature, ya'ni o'zi qaror qabul qilib biladigan, 15 yoshda bo'lsa ham bitta davlatni boshqarib biladigan farzandlarni yetishtirib berishligimiz uchun ota-ona, o'quvchi, o'qituvchi roli juda ham katta. Boya bitta pointda aytdilar, o'sha dars tugagandan keyin summary qilib nimani tushunganini aytib beradi boshqa deb. Meni o'zimda shunaqa muammo bo'lgan. IELTS o'qish endi boshlagan paytimda, men lekin o'z darajam pre-intermediate bo'lib, shu past bo'lgan, lekin IELTS boshlaganman. Menda ham shu narsa bo'lgan. Speaking umuman yo'q edi. Tushunardim, lekin gapira olmasdim umuman. Bu bilmaganimni emas, uyalish bo'lardi, gapni to'g'ri tutsam, hozir noto'g'ri gapirib qo'ysam, sinfda kulib yuborardi. Shunaqa bo'lardi. Keyin yana bitta narsa, o'sha qo'shimcha darslar bo'ladimi, maktabdagi darslar bo'ladimi, ustoz tushundinglarmi deganda "Ha" dedik, lekin tushunmagan bo'lardik. Ya'ni uni rostdan tushunganini tasdiqlab olishga o'sha summary deb aytganingiz yaxshi point bo'ldi. Bu anaqasi menimcha boshqalar ham qilsa ancha foydali bo'ladi bu narsa. Bemalol foydalanishsin. Shunaqa, men chunki aytaman, men o'zimda bo'lgan narsadan. Xo'p, endi yana bir turdagi o'quvchilar yoki ota-onalar bo'lishi mumkin. Til o'rganishga qiziqishi boshqa yo'nalishga, lekin o'rganishing kerak, baribir kerak bo'ladi deb ota-ona baribir yomonlikni o'ylab etmaydi, lekin u xohlamaydi, boshqa narsaga qiziqadi. Misol uchun deylik, o'shanaqa o'quvchilar kelib qolganda nima yo'l tutasizlar? Ularni qiziqtirishga harakat bo'ladimi yoki ularni ota-onasi bilan gaplashib tushuntirib, bu o'quvchiniki emasligini tushuntirish anaqasi bo'ladi, jarayon qanaqa bo'ladi? Endi u vaziyatga bog'liq baribir. Bitta qanaqadir umumiy javob berish qiyin. Vaziyatga qaraysiz, tamom, qaraysiz, uydagilar bilan gaplashgandan keyin o'zi gaplash ham shart emas, baribir o'zini muomalasidan, gapirishidan, sabablaridan bilib olasiz, taxminan. Bu ota-onaga shu sabab tushuntirib bersam foydasi bormi yo'qmi? Chunki tushuntirib berib, keyin sizdan aytaylik, ularning ko'ngli qolib ketsa, ular bolasini olib ketib boshqa markazga berishi mumkin. Biza ham biznes sifatida, ham ustozlar sifatida bu narsaga bizga qiziq emas. Bizada qolsin, biz maksimal darajada ularga 100% o'zimiz 100% gacha olib chiqishga harakat qilamiz bolani. Qancha bo'lsa ham yaqinroq, balkim 60%, balkim 70%, balkim 80%. Bilmaymiz, lekin 100% ga harakat qilamiz. Vaziyatga bog'liq, qaraysiz. Ayrim ota-onalar kritikani, tanqidni yaxshi qabul qiladi. Ko'pchiligi nima deyishni, qanaqa reaksiya bildirishni bilmaydi. Chunki hali o'zi yosh bola. Ulg'aymagan. Yosh bolada fikrlaydi. Ularning fikrlashi bo'yicha meni farzandim 7 olishi kerak. Menga farqi yo'q, umuman qizig'i yo'q menga deydi. Menga qizig'i yo'q. Meni akamning o'g'li 7,5 olgan. Meniki nimasi kami bor, nima? Men unga bitta ovqat berilyapti. Bir tomondan to'g'ri aytiladi. Bunga ham bir xil kitob olib berilgan. U ham bu ham bitta maktabga boradi deydi. Yo, bir tarafdan to'g'ri, lekin tabiat hammada shu 5 barmoq har xil. Tushuntirish qiyin ularga. O'sha uchun u holatda siz studentni o'zi bilan ishlashga harakat qilasiz. O'zimning tajribam, shaxsiy tajribam, studentni o'zi bilan ishlashga harakat qilasiz, maksimal qiziqtirishga harakat qilasiz yoki jarayonni osonlashtirib berasiz. Bu bola aytaylik
7,5 xohlaydi, lekin potensiali 6,5 da. Shu 7,5 deb harakat qilishga, o'shanga erishishga yordam berasiz. Lekin o'zini ichida expectation bor. 6,5 olishi mumkin. Bolani o'shanga yoki psixologik tayyorlab qo'yasiz yoki uydagilar bilan orada suhbatlashib qo'yib yetkazib berasiz bu narsani. Keyin уже bola o'zi hal qiladi. Afsuski, lekin bu 100% bitta qanaqadir formula yo'q. Ota-ona bilan suhbatlashish kerak, eshitish kerak ularni, keyin bolani eshitish kerak, shundan kelib chiqib siz qanaqadir yechim topib bilishingiz mumkin. O'zi zo'r savol bo'ldi-da. Bu ham bitta jamiyatning o'g'riqli pointi desangiz bo'ladi. Chunki yaqinda bitta kitob o'qidim, Ismoil aka. Fotimaning bolasi degan kitob. Xuddi o'qigan bo'lsangiz agar, xuddi shu aytayotgan holatingizga 100% to'g'ri keladi. Ya'ni bitta ayolni, Fotima ismli ayolni 3 ta farzandi bo'ladi. Iqtidor testi deydi, Misrda o'tkazilgan iqtidor testini bolasi yechib ko'rgandan keyin u test har 6 oyda bir marta bo'ladi. Keyin Fotimani chaqiradi, xuddi Jahon aytganga o'xshab, endi tanqidni to'g'ri qabul qilish ma'nosida ketyapti-da. Fotimani, ya'ni onasini chaqirtiradi-da, ya'ni Yusuf o'g'lingizning deydi, qobiliyati boshqa bolalarnikiga o'xshamaydi. Ya'ni siz buni o'zini qiziqishi, yo'nalishida to'g'ri yo'naltirishingiz kerak. Bo'lmasa ertaga farzandingizni yo'qotasiz, chunki u shu sohaga qiziqmasa, uni majburlab, misol uchun, ya'ni faqatgina nima deydi, bizda bitta gap bor-ku, daqqa deydi, kaltakni yeyaversa, o'shanga o'rganib qolishi mumkin-da. Shunda Fotima nima qiladi? O'qituvchilarga aytadi, "Yo'q, sizlar xato o'qigansizlar. Sizlar umuman haqlaringiz yo'q" deydi. "Meni bachamni iqtidorsiz deyishga. Men deydi, bolamni o'qitaman, men sizlarga proof qilib beraman" deydi. Bola shunaqangi holatgacha keladiki, tamom, o'ylang, 6-sinf bola o'zi bilan o'zi bo'lib qolgan. Butunlay ruhan cho'kkan, umuman hech narsaga qiziqishi yo'q. Keyin o'sha vaqtda, ya'ni Fotimaning singlisi kelib, Yusuf bilan gaplashib ko'rganda, rassomchilikka shu darajada qiziqadiki, ya'ni rassomchilik orqali onasi qolgan fanlarni o'qitish mumkinligini anglab yetadi. Ya'ni bo'ldi, men sen misol uchun xohlasang, men matematikadan bunaqa, ingliz tilidan bunaqa natija qilib beraman, lekin meni iltimos rassomchilikka qo'ygin deydi. Ya'ni rassomchilikka qo'yish orqali qolgan natijalarni ham yaxshilanishini ko'rib, sekin-sekin o'ziga xulosa qilib oladi. Endi qissadan hissa aytmoqchi bo'lgan narsamiz, ya'ni ota-onalar bilan shunaqa vaziyat ro'y berib qoladigan bo'lsa, birinchi navbatda o'zimiz ham o'sha o'quvchilarga aka yoki ukaga o'xshab munosabat qilishimiz kerak. Ya'ni u ingliz tilida o'qimadimi, chiqarib olib, "Bo'ldi, otangga aytaman, onangga aytaman, kursdan haydayman, Jahon aytganga o'xshab" uni qiziqtirib ko'rishga yoki uni nimaga o'zi qiziqishi borligini bilib olishimiz kerak. Aytganiga o'xshab, bola ota-onasiga ayta olmaydigan gaplar bor, lekin o'zini ustozi bilan bemalol gaplashib biladi. Shunaqa. Ustoz deydi, "Men asl qiziqishim bunaqa" deydi. Agar siz ham unga qanaqadir baryera bo'ladigan bo'lsangiz, u sizga ham aytmaydi. U shunchaki jamiyatga keraksiz odam sifatida, ya'ni nol qiymatga teng inson sifatida sekin-sekin jamiyatdan chiqib o'zini shuna his qiladi. Ya'ni odam bitta narsaga qiziqdimi, aytaylik, matematikaga qiziqsa, bo'ldi, sen ingliz tilini o'rgansang, matematika bilan kombinatsiya qilib mana bunaqa muvaffaqiyatga erishish mumkin. Yoki xuddi mana bunaqa yo'nalishda ketsang, mana bu ishni qilib bilishing mumkin deb ularga biz o'zimiz o'qituvchi sifatida motivatsiya bo'lishimiz kerak. Agarda rostdan ham ota-onasi farzandini ingliz tilini o'qitishni xohlasa, yechim sifatida bunga o'qituvchi deb o'ylayman. Ya'ni uni rostdan ham qiziqtirishimiz kerak. Shunaqa, o'sha boyiga yana mavzuga qaytadigan bo'lsak, atrofda hozir ko'p chalg'itadigan omillar bor. O'sha chalg'itadigan omillarni ham foydaliga ishlatsa bo'ladi. Ishlatsa bo'ladi. Telefon hozir mana eng katta anaqa telefon deb aytadigan bo'lsak, hozir o'sha telefonda Instagram boshqa kelgan yana qanaqadir o'yinlar bor, prямой efir qilib nimadir narsalar oladigan, shunaqa battle degan narsalar bor. Shunga mana telefon uchun hozir O'zbekistonda zo'r qilingan narsa mutolaa deb, kitob o'qishga mutolaa ilovasichi. Yaqinda ham chiqdi, tingla degani. Ha, lekin mutolaada hozir o'shani gamifikatsiya deymiz-ku. O'sha yerdan rag'batlantirish, ketma-ket 3 kun kitob tinglaganga yoki o'qiganga, ketma-ket 5 kun, ketma-ket 1 hafta, 2 haftaga nimadir sovg'alar beradi. Tangalar, coinlar yig'ib anaqa qilib, kitob o'qishga targ'ibotni o'sha zamonaviy, hozirgi zamonga moslab turib, cheklamagan holda. Shu boya aytgan konservativni cheklab qo'yish bo'ldi, yo'q emasdi. Mana shu narsani qiziqtirish orqali. Qiziqtirish orqali. Men o'zim ham misol uchun qiziqib qoldim-da. Ketma-ket 3 kun eshitgandan keyin endi 5 kun qilaman, keyin 10 kun, 2 hafta qilaman deb qiziqib bo'ladi. Foydasi bo'ladi. O'sha bahonada men kitob o'qib, bir ma'lumot olib, foydalanib anaqa bo'lmadi. Ana og'izdan og'izga o'tib, ya'ni kimdirlar shuni tavsiya qildi.
man bitta ko'rdim, ilovani yukladim, o'sha zahoti man premium sotib oldim-da, kitoblarni anaqa qilish uchun. Chunki yaxshi, misol uchun qayergadir ketayotganingizda yoki yo'ldami bitta naushnik taqib olib eshitib ketish juda ham qulay anaqa qo'yilgan. Menimcha shu bolalarga ham ayniqsa hozirgi avlod, ya'ni hozirgi avlod deganda o'zimizdan kichkinalarni nazarda tutgan ma'noda aytamiz, shu ingliz tili o'rganuvchilar, endi o'rganmoqchi bo'lganlarni bo'lsa, o'ziga yoqqan narsa orqali ham shu tilni o'rganish, siz aytgan o'sha rassomchilik anaqa misol aytgandek. Xo'p, bo'lmasa bugun summary, xulosa sifatida nimalarni aytishimiz mumkin? Mana ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lganlarga umumiy qilib nimalarga e'tibor berish kerakligi, akademik tomonlama siz nima maslahatlar berasiz? Mana endi boshlamoqchi ingliz tilini va o'sha long termda u ham IELTS olib, ingliz tilini o'rganib, bemalol gaplasha oladigan darajaga chiqmoqchi. Boshida nimalarga e'tibor berish kerak, qanaqa maqsad qo'yish kerak? Shu ehtiyoj borligini his qilish kerak. Ehtiyoj borligini his qilsa va haqiqatan unga o'sha aytaylik, keyinchalik IELTSdan yoki TOEFLdan B2, C1 kerak ekanligini his qilsa, ehtiyoj bo'lsa, qo'rquv bo'lsa, ya'ni alternativ ssenariysan TOEFL yoki IELTS ola olmaysan, o'qishga kira olmaysan va shu bilan qolib ketishing mumkin va kelajaging bilan nima qilish bilmaysan. Shu ehtiyojni his qilib bilish kerak yoki bu ehtiyoj bo'lishi kerak. Agar u ehtiyoj studentda, kandidatda bo'lmasa, katta ehtimollik bilan bu keyinchalik fail bilan tugaydi yoki o'zi xohlagan natijasiga erisha olmaydi. Bu ham fail degani. Shu ehtiyojni his qilish kerak. Biz Xudoyor bilan o'qigan paytimiz bizda ehtiyoj hissasi juda kuchli bo'lgan. Biz bilganmiz, agar o'qishga kirmasak va o'qishga kirishimizga IELTS yetadi va matematikadan aytaylik 30 tadan 29 ta, 28 ta urish kerak degan nima bor edi, fikr bor edi. Shuning uchun biz o'qiganmiz. Chunki ehtiyoj bor edi. Bizda bitta juda mashhur eksperiment bor. Bitta labirint, ikkita bir xil labirint bor. Bitta labirintni oxirida sir, bittasini orqasida mushuk bor. Ikkalasida ham kalamush qo'yilgan. Kalamush qaysi birida tezroq oxirigacha boradi? Sirni orqasidan qo'yadigan kalamushmi yoki mushukning orqasidan qochadigan kumushmi? Albatta ikkinchi variantda qo'rquv bor. Ehtiyojini his qilib turibdi, u bilib turibdi bu exit, ya'ni chiqishga u muhtoj. Shu exitga chiqib qolmasa o'ldi. Bizda shu narsa bo'lgan. Bu har doim ishlamaydi. Kira olmaganingizda nima bo'lardi? O'qishga endi bizda afsuski ssenariy bor, bitta bir xil. Bizda bir xil ssenariy bor hammada. Matematika o'qishing kerak, fizika, angliski yoki ona tili, adabiyot, ingliz tili. Ana shuna qaysidir fanlarni tanlab kombinatsiyasini o'qishga kirib ketishing kerak. O'qishga kirib ketsang, agar o'qishga kirmasang, qiz bola bo'lsang, erga beramiz. Agar xudo yo'rsa o'qishga kirmasang, Rossiyaga musofirchilikka yuborilding. Tamom. Shunaqa bizda tasavvur bor edi. Ya'ni insonni bir bokschiga tiqib qo'yish, o'qishga kirsang muvaffaqiyatli inson bo'lasan. Lekin natijada men o'zim o'rtoqlarim ko'rdim, o'sha moliyaga kirib ketgan, narxozga kirib ketgan. Yomonlamayapman universitetlarni, prosta bolalarimiz, o'sha o'rtoqlarim aslida qiziqishi moliyada emas edi, buxgalteriyada emas edi. Asl qiziqishi kimgadir keyinchalik bilib bo'ldi kesinmi, lekin 5 yil vaqti shu ketdi. Kimgadir qiziqish aytaylik, bilmayman, tarjima qilish, kimdir ingliz tilida qiziqgan, lekin o'qigan fani umuman o'ziga to'g'ri kelmayapti. Va natijada fail, natijada minus, hech kim bu yerda hech qanaqa foyda qolib ketmayapti. Tak что, meni fikrimcha, kim o'zi ingliz tilini o'qishni boshlayotgan bo'lsa, birinchidan ehtiyojni his qilish kerak. Ehtiyojni his qilyapsanmi, ilojini topasan. Bu bir. Ikkinchidan, ta'lim seni orqangdan yugurmasligi kerak. Men seni oldinga kelib dars qil demasligim kerak. To'g'risi, yana 1-2 marta aytishim mumkin, lekin 3-4 marta bu уже dars qilmasliging seni qaroring bo'lib qoladi. 1-2 marta xato bo'lishi mumkin, lekin ikkinchi marta takrorlangan xato bu qaror. Tanlov. Men u holatda deyarli hech narsa qila olmasligim mumkin. Ehtiyojni his qildingmi, o'qiysan. Ehtiyojni his qilmadingmi, o'qima. Ehtiyojni his qilayotgan inson bu narsaga qiziqadi. Ehtiyoji bor menda, qiziqyapman. Xohlaymanmi, yo'qmi, o'qiyman, harakat qilaman. Mana matematikada misol uchun hech qanaqa mo'yilligim bo'lmagan. Lekin o'qiganman, o'qib bilganman. Matematikadan aytaylik, o'sha Westminsterga topshirgan paytim testlardan 70, 80, 90% atrofida olib bilardim. Lekin qobiliyatim bo'lmagan, tan olaman. Men super puper qanaqadir akademik jihatdan talantli student hech qachon bo'lmaganman. Rossiyada o'qigan paytim, ta'limni Rossiyada olganman. Meni baholarim 2-3 eda emas. Hammasi 2-3 eda, tamom. Keyin O'zbekistonga kelib, sal-pal educationga, ya'ni ta'limga qiziqib, nimadir qilib bildim. Ehtiyojni his qilish kerak, ehtiyojdan keyin qiziqish bo'ladi. Ehtiyojni his qilmasa, tam lekin уже achinarli holat. Shu yoqdan bilish mumkin. Rossiyada 2-3 o'qigan,
O'zbekistonga kelib ta'limga qiziqqan. Demak, ta'lim O'zbekistonda yaxshi. Ta'lim darajasi O'zbekistonda top. Yaxshilash kerak. Shunaqa, oddiy yana bitta misol bilan aytadigan bo'lsam, mana shunga yakun sifatida shu ehtiyoj deganlar bitta maqsad bo'lishi kerak. Mana o'zim ukam universitetga tayyorlanayotganda kiradigan yo'nalishi endi IT yo'nalishi bo'lgani uchun ingliz tilidan imtihon yo'q bo'lgan, lekin ingliz tilini o'qigan. Keyin bizga e'tiroz bildirgan. Nimaga ingliz tilini o'qiyapman? Menga baribir imtihon yo'q-ku degan. O'rganib qo'yaver, foydasi bo'ladi, til zarari yo'q deb. Misol uchun IELTSdan 8 olishing kerak, 7 olishing kerak aytilmagan. Shunchaki olib qo'y, kerak bo'ladi deganmiz. E'tiroz bildirgan boshqa ekan, keyin shu 5 olgan IELTSdan, 5,5 onni qila olmagan. Keyin universitetga kirdi, matematik fizikasidan o'tib kirdi. Birinchi kursni bitirayotganda keyin universitetdan programma orqali Amerikaga 2 haftalik kampga olib ketamiz deb summer kampga anaqa qilishdi. Faqat IELTS minimum 5,5 bo'lishi kerak deyishdi. O'shanaqa joyda ya'ni qachondir kerak bo'lib qoladi baribir. Har bir narsaning hikmati bo'ladi deysiz. Ha, shunaqa. Ayniqsa bu til bilgan el biladi deb gaplar bekorga emas. Shunga menimcha o'sha aytganlaridek bir ehtiyoj baribir boshida bo'lmasa ham keyinchalik kelib qolishi anaqasi. Til bilish zarar qilmaydi. Til bilish zarar qilmaydi. Buxoroda bo'lsa, Almazda o'qish kerak deb. Yakun sifatida shu til o'rganmoqchimisiz? Avvalambor birinchi navbatda o'zingizni o'rganing. O'zingiz asli kimsiz? Keyinchalik boshqa tillarga o'tib, ya'ni bilsangiz, ya'ni men ham gapimni oxirida aytib o'tmoqchiman. Yaqinda tojikistonlik bola shunaqa noxush voqea bilan olamdan o'tib qoldi. Nimani oqibatida desangiz agar, to'g'ri ta'lim olinmagan millatni oqibatida shunaqa propaganda qurbonlari ko'payib ketaveradi. Biza ham ingliz tilini bilib turib, o'zbek tilida gapiradigan odamga past nazar bilan qaramasligimiz kerak. Bizada jamiyatda men ko'p holatlarda kuzatganman, shunaqa narsalar juda ham kuchayib ketgan. Ingliz tilini bilishligingiz bu sizni hayotingizdagi katta muvaffaqiyatingiz emas. Haqiqiy muvaffaqiyat odam o'zini anglashligi. Ya'ni keyinchalik ko'pchilikka xizmat qilib, ya'ni xalq uchun, jamiyat uchun xizmat qiladigan inson eng muvaffaqiyatli inson deb bilaman. Ya'ni tilni o'rganing, o'zingizni o'zligingizga sodiq qolgan holda o'zingizning millatingizga xizmat qiling deb aytamiz. Ya'ni til bilgan aytganingizga o'xshab el biladi, el bilish uchun nima qilish kerak? Til o'rganish kerak. Shunaqa. Take the test, with the best. Xo'p, akalar kattakon rahmat. Bugun tanqidiy deb aytsak ham bo'ladi, ko'rsatuv bo'ldi. Nimalar qatta muammo, ko'proq muammolar haqida gapirildi, lekin bu muammolar yana aytib o'tish kerak kuzatuvchilarga. Bu hammada degan narsa emas. Shunaqa joylar ko'p, ya'ni hozirgi paytda ko'p deb o'zligini shu tajribasidan, ko'rganlaridan, ya'ni yaxshi narsalar juda ko'p, lekin yomonlarini olib chiqishdan maqsad shu narsalardan xabardor bo'lib, shu muammolarga yechim topish maqsadida shu muammolar ko'tarib chiqildi va bu muammolarga ozgina bo'lsa ham bir yechim berish yo'lida ma'lumot bera olgan bo'lsak, xursandmiz. Akalar, rahmat. Katta rahmat. Rozi bo'linglar. Editoxga ham katta rahmat. Shu jamoani o'ziga ham katta rahmat. Ya'ni qadriyat sifatida biz o'qib yurgan vaqtlarimizda bunaqa narsalar bo'lmagan. Birinchi navbatda Eduaction komandasini o'ziga, Ismoil akani anchadan beri bilamiz. Ismoil akani o'zlariga katta rahmat. Shunaqa podkastlar tashkil qilib, nima deydi, bir og'iz bilan xalq uchun xizmat qilayotganlaringiz uchun sizlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Hammaga katta rahmat. Hammalar Bor taklif uchun. Albatta Buxorodagilar. Kelinglar. O'zimiz sizlarga yordam beramiz. Qo'ldan kelgancha shu biz asosiy o'zi nima uchun Almas nomini tanlaganman, chunki A to Z boshdan oxirigacha nima Amazon logosini ko'rib juda bir ilhomlangan edim. Qarasam Adan Zgacha bizada bolalar o'zi juda katta bosim ostida o'qiydi. Endi bosim ostida biz bilamiz nima paydo bo'ladi? Almost Diamonds. Shu nomni tanlashga biz men qaror qildim. Keyinchalik Xudoyor bilan ulashsam, Xudoyor zo'r tanlov deb aytib qo'ygandi. Shuning uchun kelinglar, biz qo'limizdan kelgancha yordam beramiz, harakat qilamiz. Yana bir bor taklif uchun katta rahmat. Kattakon rahmat Ismoil aka. Buxoroga kutib qolamiz. Keyingi podkast Buxoroda bo'ladi, xudo xohlasa.